Bugungi shiddatli va tezkor zamonning charxini yanada ildamroq aylantirayotgan aslida axborot kommunikatsiya texnologiyalari ekanligiga shubha yo'q. Bu o'rinda avvalo internet tarmog'ining qulayliklarini nazarda tutamiz. Chunki mazkur xalqaro axborot tizimi axborot olishni tezlashtiradi, osonlashtirdi, uni to'plash va tarqatish geografiyasini yanada kengaytirdi. Bugun mamlakatimizda 8 milliondan ortiq shaxs internet xizmatidan foydalanyapti. Respublikamizdagi 9400 dan ortiq umumta'lim maktabi yoki jami maktablarning 96% internet tarmog'iga ulangan va undan foydalanish uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Bundan tashqari respublikamizda 1032 ta internet kafe, 939 ta internet provayder, 187 ta davlat axborot resursi, 1026 ta axborot kutubxona, xullas internet tarmog'i xizmatidan to'laqonli foydalanish imkoniyatini ta'minlovchi muassasalar erkin faoliyat ko'rsatyapti. Bu esa mamlakatimiz aholisini global axborot maydonining faol ishtirokchisiga aylantirmoqda. Ayni paytda shuni afsus bilan qayd etish kerakki, ba'zi qora kuchlar, tuban kimsalar internetdan yoshlar ongida vayronkor, g'ayriinsoniy axloqiy me'yorlarni qiqishtirish yo'lida foydalanmoqda. Tahlillarga ko'ra, ayni paytda mazkur global tarmoqda o'z joniga qasd qilishga undovchi 9000 ga yaqin, shuningdek, behayolik, fahshni targ'ib etuvchi 4000 dan ortiq sayt mavjud. Qolaversa, xalqaro ekspertlar dunyo bolalari va o'smirlarning 42% onlayn pornografiya ta'siriga tushganligini tashvish bilan tilga olyapti. Shuning o'zi ham bu masala o'ta dolzarb ekanligini va unga befarq qarab bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Binobarin, bugungi ko'rsatuvimizda internet tarmog'ida behayolikni targ'ib etayotgan saytlar va undan ozuqa olib ildiz otayotgan fohishalik, shuningdek, mazkur saytlarning ta'siriga tushib qolayotgan kishilarning qismati haqida fikr yuritiladi. Отжимрал, буду. Что вы сделаете? Девушка. Каравары, я что? Каравары? Кюсус. Başlıyoruz. Aracı. Можно очки? Eshitdim ko'pchilikdan. Mana shunaqa sayt bor. Keyin internetga men anaqaga kirib yurardim, kimdir kirib chiqib ketgan ekan. O'shandan keyin anaqasi anketasi qolib ketgan ekan. O'shandan keyin ko'rdim. Bitta qizni qaroch anketasi ochiq qolib ketdi. O'shandan ko'rib oldim. Anketani o'zim yozganman. Keyin shu bo'yicha shu предлагаю интимизацию deb yozib qo'yardim, bo'ldi. Keyin telefon o'zlari ko'rishadi. Polvonova Nargiza Iskandarovna 1992-yil Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan. Shu telefonda aytardim, предлагаю интимизацию, кроме анала всё eshittirdim. Keyin soatim $100 turdim. Keyin ular kelgandan keyin ko'chada ko'rishib olardik. Global axborot tarmog'ida behayolikni targ'ib etuvchi saytga ro'para bo'lib, uning ta'siriga tushib qolgan bu kimsa yosh umrini xazon qilishini xayoliga ham keltirmagandi. Salonda ishlayman birda. Kimga? Bundagilarga. Uyimdagilarga. Ota-onam bilmaydi bunaqa ish qilishimni. Men aytganimni qilmasdim. Kim? Uyimdagilar. Google kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, bugun mamlakatimizda xorijda ro'yxatdan o'tgan internetdagi ijtimoiy tarmoq deb ataluvchi saytlardan foydalanuvchilar 350 ming nafarga yaqin. Shulardan yoshlar o'rtasida asosan ma'naviy axloqsizlikni targ'ib etuvchi, fohishabozlikning keng ildiz otishiga xizmat qilayotgan Odnoklassniki saytidan foydalanayotganlar 200 ming kishini tashkil etganligi albatta xavotirli manzara. Internetga kirdim, keyin tanishib qoldim. Keyin nomerimni berdi. Kelsangiz, mana shunaqa palon joyda kelsangiz, deb gaplashamiz. Men o'yladim, biron qiz bilan uchrashgan keldim, tanishib qoldim o'yladim. Kelsam, bu fohishaxona ekan, men bu narsadan xabarim ham yo'q. Kelsam fohishaxona ekan.
Odatda axborot olish uchun biror saytga kirilar ekan, buning uchun haq to'lanadi. Bu jarayon internet xizmati ko'rsatayotgan provayderlar vositachiligida amalga oshirilyapti. Tabiiyki, internetdan foydalanuvchilarning ko'p bo'lishi bunday provayderlarning boshida turganlarning cho'ntagiga shuncha ko'p daromad keltiradi. Asosiy masalaga qaytsak, behayolik, fohishabozlikni targ'ib etayotgan sayt egalari turfa xil shahvoniy harakatlar, yalang'och tasvirlarni saytga ustamonlik bilan joylashtirib, yangi hamkorlarni dunyo bo'ylab izlayapti va ushbu saytdan foydalanuvchilar sonini yanada ko'paytirib, cho'ntagini qappaytirish payida bosh qotiryapti. Ularning ta'siriga tushib qolayotganlar kim ham bo'lardi? Albatta, katta hayot bo'sag'asida turgan, hayot achchiq-chuchugini tushunib yetmagan yosh yalanglarda. Tahlillarga ko'ra, axborot mahsulotlariga, xususan ushbu tarmoqqa sarflanayotgan mablag' iqtisodiyotda eng serdaromad deb e'tirof etiladigan yonilg'i energetika sohasiga sarflangan sarmoyadan ko'ra bir necha barobar ko'proq foyda keltiradi. Jamiyatda axloqsizlik, fohishalik kabi illatlarni chuqur ildiz ottirib, yanada katta harom luqma topishga intilayotgan bunday internet saytlari egalari odamlarni, ayniqsa yoshlarni ochiqdan-ochiq fahshga da'vat qilmoqda. Ularning bu chorlovi tanasini sotib kun kechirayotgan axloqsiz kimsalarga qo'l kelayotgani ham sir emas. Chunki mazkur saytlarda shahvoniy xizmatlarni taklif etayotgan axloqsiz bu kimsalar o'zlariga mijoz izlaydi. Mamlakatimiz huquqni muhofaza qiluvchi idoralari xodimlari o'tkazgan tungi reydlar mobaynida mana shunday axloqsiz kimsalar Toshkent shahar Yunusobod tumani 8-mavze 2A uy 15-xonadonga in qurib olgani aniqlandi. Проживаю в Узбекистане. Замуж вышла, развелась. Yakimidi Tatyana Vladimirovna 1971-yil Rossiyaning Krasnodar shahrida tug'ilgan. Rossiya davlati fuqarosi, 2 nafar farzandi bor. Рекламу давали на сайте Узбекком. Массаж. На сайте пишешь массаж. Все. Tatyana Yakimidi Bahrayn, Turkiya va dunyoning boshqa ko'plab davlatlarida aynan tanasini sotib tirikchilik qilib kelgan. Bu jahongashta kimsa o'z mijozlarini ushbu behayo saytlar orqali topgan. Uning O'zbekistonga kelib kasbini baravj davom ettirgani ham tasodif emas. Клиенты звонят, приходят к нам, все. За услуги сколько они платят? За услуги, смотря какой массаж. Тайские это есть интимные услуги. Сняли квартиру с подругой. Я не живу, я приезжаю, уезжаю. Сколько лет уже? Не знаю, не сколько лет. Примерно. Год, наверное. Может, 2. В Бахрайне была, в Турции была. Tatyana Yakimidi Toshkentga kelgach Chilonzor tumanida yashovchi Shahlo Ismoilovani o'ziga yaqin dugona qilib tanlagani bejiz emasdi. Chunki Shahlo ham ushbu hayosiz saytlarning doimiy mijozlaridan bo'lgan. Xullas, g'arni g'ar internetda topgan. Telefon, internet, sayt bo'yicha beramiz nomerlarimizni. O'sha nomer bo'yicha klientlik keladi. Internet bo'yicha telefon qiladi. Biz aytamiz narxini, adresini aytamiz, ular keladi. Fohishalik qilamiz biz. Bitta dom shunaqa domki og'irda ishlagisi kelmaydi damkorlar. Nimasi og'ir? Endi 12 qavatga kvartirantlar ko'p. Участковый милиция, прописка, кто живет, ogoh bo'lish kerak, bilish kerak, biza mas'ulmiz. Bu ta'siri bor. Bo'lgan bo'lsa, mana uchastka nazari, mana 2 ta maktab bor bu yerda. O'shalar bilan qilish kerak, shu narsani qilish kerak. Chunki yoshlar, men aytdim, yoshi katta odamlar ishga boradi, keladi. Алло. Здравствуйте. Я по объявлению на сайте вас как торг. Сейчас uzbekgo.uz. Звоню. Не понял. Тайский массаж?
Так, почем у вас? 55 тысяч? Это одно расслабление или час это? В течение часа одно расслабление, да? Куда надо будет подъехать? Где вы находитесь? Ну, я точно еду, я просто ориентир хотел взять, куда ехать. Минут максимум 10 я уже там буду уже, подъеду. orqali bexayolik, axloqsizlikka da'vat etuvchilar ta'siriga uchgan mana bu kimsa ular bilan hamkorlik qilishga moyillik bildirgan. O'zi haqidagi shaxsiy ma'lumotlar va rasmni ushbu saytning tegishli sahifasiga joylashtirgan. Давайте вот сейчас я позвоню, вы поговорите с мамой. Давайте. Ayo. Man, anaqa, qaytasiz hozir? Uydag'isiz unda kela olasizmi? Hozir men turgan joyimga. Men yerga odamlar kelishdi-da o'shaning uchun. Bilmadim. Ha, rosa ko'p odamlar. Iltimos keling. Keling. No, bilmadim. Militsiyalar keldi. Keling bunda. Keling bu yoqqa. Давай. O'sha meni uyimga o'tga keling. Bo'ling. Aytdim-ku, просто massaj, как типа massaj. Zachем? Hamil va Muqaddas Jaloliddinovna 1978-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, turmushga chiqmagan. Toshkent shahar Yunusobod tumani 14-mavze 97-uy 57-xonadonda doimiy ro'yxatda turadi. O'sha baram prezervativ deganim bilan zachем так? Это безобразие. И страшно. В подъезд зайти страшно, правильно? Парень проходит наверх. Я вот даже, видите, вот сейчас вот выхожу, слышу голоса. Я вышла. Кто там? Что там? У нас она бдительная. Я, например, очень действительно. Я и ночью не боюсь. Я как Махалинский, я как могу контролировать? Есть специальные, у нас участковые есть. Другие службы есть. Службы нравственности есть. Нет, я с себя ответственность не снимаю. Раз такое обнаружено, значит, мы тоже виноваты, не досмотрели. Katta orzu-umidlar bilan avaylab ulg'aytirgan farzand nobob bo'lib chiqsa, ota-onaga qiyin. Yo'ldan adashgan bu kimsa ota-onasining uyida ham yashashi mumkin edi, lekin internetdagi axloqsiz saytlar ta'sirida nomussizlik ko'chasiga kirib qoladi. Yo'q, ko'p olib kelmayman, o'zim tanishlar o'zim. Bitta ikkita bo'ldi. Ko'p emas. Qayerdan kelding? Shu yerda o'zimizda Toshkentda. Qayerdan tanishgansiz? Internet orqalimi? Internet orqali. Internet orqali chiqqanmisiz? Men yaxshimas ekan deb olaman. O'shanga nima bo'laman? Telefon qilganda уже boshqa nima bo'ldi desam aytmadi. Oyi keling dedi, bo'ldi. Oldimizda telefon qildi, bildik uni siz vaziyatingizni tushuntiribsiz endi. Nima bo'ldi desam aytolmadi, kechtirib gapirmadi. Juda noxush holatda endi. Mayli tushunib turibman. Hammasini tushunib turibman gapingizga. Lekin nima bu ishga bordim bilmayman. Telefonda gaplashib turibman. Necha marta kelib xabar oldim. Yana nima qilishim kerak ona bo'lib. Bir ikki urishim kerak, men bilganim yo'qmi? Adasi bilsa o'ldirib qo'yadi pichoqlab. Hali hayot murakkabligini ilg'amagan ayrim yoshlarning bunday kimsalar tuzog'iga ilinib, avvalo o'zlarining sha'ni, nomusini barbod qilayotgan bo'lsa, yana ular o'zgalarni ham bu jirkanch yo'lga tortishi bilan xatarlidir. Ushbu internet saytlarini boshqarayotgan kimsalarning muddaosi ham aslida shu. Demoqchimizki, farzandlarimizni ana shunday yovuz niyatli kimsalar turli yo'llar bilan ta'qib qilmoqda.
Bu esa biz ota-onalardan jondan shirin farzandlarimizning taqdiriga yanada mas'uliyatliroq bo'lish, ularning holidan har dam ogoh bo'lishimizni taqozo etmoqda. Kezi kelganda alohida ta'kidlash lozim. Internet fohishalar uchun mijoz topish vositasigina bo'lib qolayotgani yo'q. O'yindan o't chiqdi deganlaridek, ayrim qizlar shunchaki bir qiziqish bilan internetdagi ana shunday saytlarga kirib, keyinchalik fohishalik, nomussizlik ko'chasiga kirib qolmoqda. Bugun ikkinchi kunim, bilmayman nechta keladi, kecha 7 ta ishlaganman bo'ldi. Internetga, saytga reklama bergansizlar, to'g'rimi? Объявление bergansizlar, shunaqami? To'g'rimi? O'sha yerdan telefon qilib kelishadimi? Navoiy viloyatidan kelganman. O'rtog'im orqali keldim. O'rtog'ingiz nima dedi? Shunaqa ishlaydigan joyda xohlasang, ishlasang bo'ladi dedi. Xo'p deb kelganman. Xolmurodova Iroda Yoqub qizi 1991-yil Navoiy viloyati Navoiy shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, turmushga chiqmagan. Toshkent shahar Mirobod tumani Norxo'jayev ko'chasi 164-uyda vaqtincha yashab kelgan. Internet orqali. Shu rasm qo'yishardi, telefon qiladi, nomeriga kelaveradi klientlar. Tungi soat 2:35. Internet saytiga kiritilgan telefon raqami orqali qilingan muloqotdan so'ng aytilgan manzil bo'yicha navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Mazkur reyd mobaynida axloqsiz bu kimsalar aslida aholiga maishiy xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan saunaga in qurganligi aniqlandi. Наше объявление под видом массаж написано. Budasheva Nargiza Soyibjonovna 1981-yil Toshkent viloyati Bekobod shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, 2 nafar farzandi bor. Toshkent shahar Mirobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasi 6-uy 1-xonadonda vaqtincha yashab kelgan. Но у нас здесь нету оздоровительного массажа, мы не умеем. Когда клиент приходит, мы ему делаем интим-услуги. Men Farg'ona viloyatidaman. Tug'ilganman. Toshkentga fohishalik bilan shug'ullanish uchun kelganman. Ibrohimova Nilufar Erkinjonovna 1986-yil Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, turmushdan ajrashgan. 2 nafar farzandi bor. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Shotar Ustavelli ko'chasi 22-uy 5-xonadonda vaqtincha yashagan. Qizim, men hech qachon shu ish bilan shug'ullanishni xohlamayman. Fohishan hayotdan o'chirgan. Qarindoshlarim fohishalik qotgandan xabari yo'q hech qachon bu ishda qayta ishlamayman. Men pushaymon bo'ldim. Fohishalik illatiga ilakishib qolgan bu kimsalar xalqimizning odob, axloq, iboh, or nomus, sharm hayo, iffat andisha kabi e'zozli fazilatlarni oyoq osti qilib, ko'p ming yillik milliy ana shunday qadriyatlarimiz ildiziga putur yetkazyapti. Saytda rasm turadi, telefon nomerlar turadi o'sha yerda. Telefon qilib so'raydi, ishlayapsizlarmi deydi. Ishlamamiz deymiz, adres tushuntiramiz, keladi. Telefonda hech narsa boshqa gaplashilmaydi. Kelib qizli yoqsa tanlab kiradi. Abduhakimova Feruza Tursunmuhammedovna 1982-yil Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta, turmushga chiqmagan, 1 nafar farzandi bor. Toshkent shahar Hamza tumani Lisunova 1-A ko'chasi 16-uy 36-xonadonda vaqtincha yashagan. O'rtoqlarim orqali kelganman ishlashga shetga. Lekin bu kimniki, kim xo'jayin, men ularni bilmayman. Находят по интернету и звонят сюда. По телефону приходят сюда. Berejogina Svetlana Aleksandrovna 1988-yil Sirdaryo viloyati Guliston shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus
turmushga chiqmagan. Bir farzandi bor. Toshkent shahar Mirobod tumani Norxo'jayev ko'chasi 164-uyda vaqtincha yashagan. Вы сюда что пришли? Узнать, что мы проститутки, какая разница, кто моя дочка, на кого она будет похожа, что прикалываетесь? Mazkur sauna asosan internet saytlari orqali muloqotga chiqqan iymon e'tiqodi sust pul topib bosar tusarni bilmay qolgan kimsalar uchun buzuqchilik, shahvoniy maishatparastlik xilvatxonasiga aylantirilgan. 4-5 oy oldi. O'rtoq taklif qilgan, senga pul kerakmi degan, ha deganman. Rizaqulova Dilshoda Axtamovna 1987-yil Navoiy viloyati Navbahor tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan. Toshkent shahar Mirobod tumani Norxo'jayev ko'chasi 164-uyda vaqtincha yashab kelgan. Uydagilar uyda bilishmaydi, men Toshkentdaligimman. Navoiy. Men Navoiyda yashayman, uyimdagilar Navoiyda. Ben Toshkentdaligimni bilishmaydi. Salonda ishlayman. Oldin salonda ishlaganman. Kezi kelganda bir haqli savol tug'iladi. Bunday harom xarish joylar qayerda faoliyat yurityapti? Mahallalarda emasmi? Bunday xilvatxonalarning emin-erkin ish yuritishiga mahalla faollari, qo'ni-qo'shni, jamoatchilikning loqaydligi ham jiddiy bir sabab bo'lmayaptimi? Bunga nima deydi? Aholimiz loqayd qarayapti-da. Masalan, shu aholi kelib, mana shunaqa bo'lyapti, mashmahal bo'lganda biz shuni uchastkovoy nozirlari bilan birga tekshirardik. Lekin menga hech qachon og'zaki yoki yozma ravishda hech kim menga yozmagan ham, murojaat qilmagan. Nima siz aybingiz yo'qmi? Yo'q, meni aybim yo'q emas. Endi to'g'ri, meni bu nimamda bo'lyapti. Bizning bu kamchiligimiz bo'lsa kerak. Axborot globallashuv zamonida ayrim nopok, noqonuniy daromad topishga intilayotgan shaxslar yoki bir muayyan guruhlar ham borki, ular o'zlarini mana shunday g'araz maqsadlari yo'lida har qanday xatti harakatlardan ham o'zlarini tiya olishmayapti. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga va O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi va joriy yilning 12-aprelda mana shu qonun ham kuchga kirdi. Bu qonunni qabul qilishdan asosiy maqsad shu sohadagi huquqbuzarliklarga qat'iyroq bir javobgarlikni kuchaytirish masalasi kun tartibiga olib chiqildi va mana shu qonunga ko'ra Jinoyat kodeksining 130-moddasi yangi bir tahrirda bayon etildi. Pornografiyani targ'ib etganligi uchun uni tayyorlash, namoyish etish va O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tarqatish bilan shug'ullangan shaxslar uchun javobgarlik holatlari yana ham kuchaytirildi. Internetdagi fohishalikni targ'ib qiluvchi saytga yarim yalang'och rasmi, yoshi, bo'yining o'lchami va boshqa o'zini ko'z-ko'z qiluvchi ma'lumotlarni kiritib, mijozlar bilan bog'lanish uchun uyali telefon raqamini qayd etgan Gulnora To'xtaboyeva tanasini sotib fahsh urug'ini sochish orqali sog'lom ma'naviy muhitni bulg'ashdan o'zini tiya olmadi. Как дела? Нормально. Все хорошо? Да. За тобой заехать или ты сможешь проехать к нам? Нет, сейчас девочки заняты. Telefondagi bu kimsa bilan qilingan muloqotdan so'ng uning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-mavzesi 54-uy 54-xonadonga qo'nim topganligi ayon bo'ldi. Поэтому я спрашиваю, не я или... Плюс 3, 7, 2, 618, 80, 10. Фамилию дайте мне, To'xtaboyeva Gulnora Nishonovna 1987-yil Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan. Muqaddam jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining hukmi bilan sudlangan. Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-mavzesi 54-uy 54-xonadonda vaqtincha ijarada yashab kelgan. Пусть он не снимает. У меня снимает. Белла. Ким Белла? А где ты с ней познакомилась? Я с ним не знакомилась, я просто звоню им и все. Они сказали, отправь со своего имейла на мой имейл данные, мы
Kafeda ofitsiant bo'lib ishlagan. Abdahazova Zulxumor Abdurahmon qizi 1992-yil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan. Toshkent shahar Yunusobod tumani, markaz 5 mavzesi 54-uy 54-xonadonda vaqtincha yashab kelgan. Baxtini fohishalik ko'chasidan izlab yo'ldan adashgan bu qizlarning qismatiga bir jihatdan achinsan. Qani ulardagi o'zbekona andisha, qizlarga xos nazokat, nafosat. Bebaho bunday ma'naviy fazilatlar ularning qalbida qolganligi dargumon. Хорошо, men gaplashaman. По данному факту будет отобрано объяснительно, официально, на имя начальника ГУД. Объясните, как со своей точки зрения, что здесь было, знали вы, не знали, кому напишите. Она сдает квартиру, договор есть. Мы видели договор, есть он там копия лежит. Напишите, откуда вы, как вы с ней познакомились, через маклера, через кого. Bu nimasi? Oling kamerani. Yo'q, ko'rmasmi o'sha qiz bo'ldi, men o'sha O'z shaxsiy xonadonini 700-800 AQSh dollari evaziga fohishaxona o'rnida foydalanishiga izn bergan uy egasining xatti-harakatlarini oqlab bo'larmikan? Qo'lidagi notarial tartibda tasdiqlangan ijara shartnomasini ro'kach qilishdan ko'ra, bunday harom yo'l bilan topilgan luqmaga sherik bo'layotganlardan uyalgani yaxshi emasmi? Axir mana shunday o'zini, o'z nafsini o'ylaydigan odamlar jirkanch fahsh illatlarning keng ildiz otishiga shart sharoit tug'diryapti-ku. Bu to'g'risida hech qanaqa bizda xabar bo'lmagan. Sizlar kelganinglardan keyin mana hozir xabar eshitdik. Or nomus, uyat bu. Ayniqsa bizning xalq uchun juda uyat. Men hozir ko'rib turibman, ikkita yosh qiziqayotgan ahvolini juda uyat. Mahallani ma'naviyat, ma'rifat beshigi, o'sha yerda yashovchilarni birlashtiradigan yagona oila maqomida bilamiz. Odamlar serqatnov ko'cha bo'yidagi bir xonadon mana shunday axloqsizliklar makoniga aylansa-yu, nahotki matonat mahallasi faollari unga barham berishga o'zlarida kuch, matonat topa olmagan bo'lsa. Men intervyu berayotganim o'zi uyat. Noxush holatda bu bizani kelajagimiz uchun juda noxush holat. Unga yo'l qo'ygandan keyin hammamiz aybimiz bor, bolam. Mana bo'lmasa qo'shnilar ham xabar bermadi. Birontasi shu narsani ko'rib, bilib, eshitib, hech kim hech narsa demaganiga hayron bo'lib o'tiribman mana. Mana bu kimsalar xalqaro internet tizimidagi sayt orqali oshkora fohishalik xizmatini 50-60 ming so'm evaziga taklif qilayotib, bunday o'ta sharmandali ishlarning oqibatini o'ylab ko'rmagan. Internetga qo'ysa klientlar ko'p bo'ladi deb biz shunaqa deb o'yladik, tezroq pul topamiz deb o'yladik. Toshpo'lat va Nargiza Satimbayevna 1981-yil Jizzax viloyati Do'stlik tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan. 3 nafar farzandi bor. Toshkent shahar Hamza tumani Tsiolkovskiy ko'chasi 2-uy 30-xonadonda vaqtincha yashagan. Ko'p telefon qilardi, lekin hammasiga ham unaqa qilmasdik, chunki bizda joyimiz yo'q. Bu juda ham yomon ish. Jirkan ish bilaman. Qizim o'ylayapman, o'zim emas. Baratboyeva Barno Bahramovna 1985-yil Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, turmushga chiqmagan, bitta farzandi bor. Iltimos, shu boshqa qaytarilmaydi, shu yo'l bilan pul topmayman, undan halol mehnat qilaman. Кто из вас? Алена. Алена, вот она. Не убираем руки. Работаю в проституции. Bezlepkina Kristina Andreevna 1994-yil Toshkent shahrida tug'ilgan.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Geodeziya va kartografiya kasb-hunar kollejining 3-bosqich o'quvchisi. Работаю на Викторию. Отдаю 40%. Объявления мы расставляем в интернете на сайт знакомств Mail.ru. Internet xizmatidagi ezgu ma'naviy ma'rifiy g'oyalarga yo'g'rilgan axborot manbalaridan foydalanishdan ko'ra axloqsizlik, fohishalikni da'vat qiluvchi saytlarga ilakishib, ta'siriga tushib qolgan mana bu yosh qizlarning qilib yurgan noma'qulchiliklarni ota-onasi, ular ta'lim olayotgan kollej mas'ullari bilisharmikan? То, что нам предложили работу, мы поехали отдыхать с людьми за деньги. То есть проституция, правильно? Да. Вы предоставляете интимные услуги. Да. Bu kimsaning benomuslik ko'chasida Svetlana Kim bilan tanishib qolishi ham bejiz emasdi. За один половой акт с клиента берем 100 тысяч, за час 150. Kim Svetlana Vladislavovna 1987-yil Toshkent viloyati Quyi-Chirchiq tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus. Turmushga chiqmagan. Toshkent shahar Chilonzor tumani 11-mavze, 35-uy, 48-xonadonda vaqtincha yashagan. Сегодня я договорилась с клиентами, привезла их по адресу. За это я получила с них 200 тысяч. Привезла 2 девушек, незнакомым мне людям. Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере общественной нравственности ГУВД города Ташкента во взаимодействии с другими службами была пресечена деятельность ряда притонов, функционирующих на территории центральных районов города Ташкента, посредством размещения своих контактных телефонов и адресов на различных интернет-сайтах. На данных сайтах организаторами этих притонов были размещены фотографии девушек, предоставляющих интим-услуги, и телефоны, по которым можно было с ними связаться. В ходе проведенных оперативных мероприятий данные лица были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время в данном направлении ведется усиленная работа, регулярно проводится мониторинг ряда интернет-сайтов с целью выявления и пресечения деятельности подобного рода правонарушений и преступлений в сфере общественной нравственности. Sayt uchun tayyorlangan mahsulotni o'sha kishini bir o'zi ko'rsa, faqat o'zigagina gunoh bo'ladi. O'shani o'ziga gunoh ekan. Agarda u tayyorlangan mahsulotni internet orqali yuborilsa, qancha kishilar ko'rsa, ularni ko'rgan gunohlardan unga ham yozilib turar ekan. Umumiy olib qaraganda internet bu ajoyib bir xazina. Undan agar to'g'ri va oqilona foydalana olsak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Nur surasida bunday deb marhamat qiladi. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida fahsh gaplar yoyishni istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azoblar bordir deydi. Qarangki, o'sha narsani tayyorlaganlar uchun ham yoki bo'lmasa ko'rganlar uchun ham bu dunyoda ham oxiratda bu qattiq alamli azoblar borligi haqida mana Alloh taolo bundan bir necha ming oldin o'zini haq kitobida bayon qilib bergan ekan. Har bir farzandni ota-onasi yoki yaqinlari ularni nazorat qilib turishlari kerak. To'yimki yoshlarimiz saytlarda berilayotgan axloqsizlikka chaqiruvchi suratlar va ma'lumotlardan ertaga ta'sirlanib qolmaslar. Fahsh ishlarda qo'shmachilik vositasiga aylangan bunday internet saytlari jamiyatdagi sog'lom ma'naviyat muhitiga jiddiy xavf tug'dirayotganini e'tirof qilyapmiz. Ta'kidlash joiz, mana shu jirkanch illatlar tufayli qanchadan qancha tinch oilalar buzilib ketmoqda. Yo'ldan adashib, bu illatga ilakishib qolgan kishilar oilasi, bolalari rizqini harom ishlarga sarf etyapti. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bunday tuban jinoyatlarga qarshi kurash tadbirlarini izchil davom ettirmoqda. Lekin shu jamiyatning a'zosi sifatida millatimiz, xalqimiz hayotiga xavf solayotgan bu baloga qarshi biz nima qilyapmiz? Oqibatini ko'ra bila turib, milliy ma'naviyatimizni bulg'ayotgan, milliy o'zligimizga, odob axloqimizga tahdid solayotgan bunday xatarlarga nisbatan befarq, loqayd bo'lishimiz mumkinmi? Bugun yon atrofimizda ro'y berayotgan bunday noxush voqealarni ko'rgan vijdoni uyg'oq inson borki, uning yonidan shunchaki o'tib keta olmaydi. Qalb amri bilan unga to'g'ri munosabatini bildiradi. Chunki
bu muammolarga mening daxlim yo'q, ular haqida o'ylash mening ishim emas, boshqalar bosh qotirsin degan qarash bilan yashash, loqayd yurish mumkin emas. Bunday illatlarga qarshi hammamiz daxldorlik hissi bilan kurashsakkina uni hayotimizdan siqib chiqarishimiz mumkin.